sud oldida bu yerda o'tirgan rizqini boshidan kuyyapti endi. Hamma tomonga suv sepyapti yana dars vaqtida. Yuring dedim, tashqariga chiqaylik dedim. Qo'lingni ol deyapti birdan. Bir shapaloq bilan ikkita mush otdi menga. Oyog'imdan ushlab yiqitmoqchi. Janjal tugagandan keyin tashqariga chiqyapti. Ular endi eshitdi tepib, so'kmagan gap qolmadi. Menda ham unaqa uni birovni urib nima qilish niyat bo'lmagan. To'g'ri qizishib ketdi. Faqat o'zini javobidan keyin shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Bu respublikani o'qituvchilar yechishi kerak. Hammalaringizlar, muhtaram prezidentimiz, administratsiya rahbariyatini himoyasizdasizlar. Butun O'zbekistonda o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar bilishi kerak bu narsani. O'quvchilar ham bizning farzandlarimiz. O'qituvchi ham bizning o'qituvchimiz. Biz ularga ta'lim-tarbiya berishsa, sen sho'x ekansan, hech qachon ajratgan joyimiz bo'lmagan bolalar. Mana ilgari agar ota-onalar bola kelib, mana o'qituvchi urdi desa, ha, noto'g'ri ish qilgandirsan derdi. Hozir, voy, senga o'qiraydimi? Voy, seni telefoningni olib qo'ydimi? Nimaga deb kelib darrov to'polon qilishadi. Bu